Men dunyoda arzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Undaqda arzuga yetish yo'li jafoliqmi? Shundaq. Nihoyat jafoliq ham agir to'qay. Bu yo'lda nurg'un qitim yiqilib tushsiz. Lekin buniga pisand qilmang. Bir ishni esingizda mahkam tuting. Dunyoda hech qanday bir tog' tub-tuz bo'lmaydi. Agar cho'qqiga chiqmoqchi bo'ladigansiz, tik ketgan tog' yo'lini besib o'tishingiz kerak. Balkim bu jarayonda ig'ir besimiz qilishingiz, umidsizlanib irodangizdan qaytishingiz mumkin. Men sizga ba'zi bir ishlarni deb beray. Hammamizga tonishliq Palak shohi Odil Ushur 21 metr egizlikdagi dar ustidan yiqilib tushib, badanining 17 yeri singan. Lekin u o'rnidan dast turish irodasini voz kechmagan. Markaziy televiziya stansiyasining olqishli riyosatchisi Nig'mat Rahman bolliqdan boshlangan jimg'ur mijoz sababli riyosatchi bo'lishni xayoliga keltirib baxmagan. Lekin u o'zidagi yoshurun kuchni qazib, qalbidagi ishkilinishdan iborat bu o'g'iga jang e'lon qilgandan boshlab 1 milliard 400 million nopos ichidan tanlanib, Markaziy televiziya stansiyasining kozir markasiga aylangan.